Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana bitta juda ham mazali chiqadigan, yumshoqqina, mazasi og'izda qoladigan shokoladli iriska tortini tayyorlaymiz. Ishimizni biskvit tayyorlashdan boshlaymiz. Kattaroq chuqurroq idishimizga 5 dona tuxum, 1 chimdik tuz, 1 choy qoshiqda vanilin shakari va 150 gram shakar solamiz. Hammasini yaxshilab mikserlab olamiz. Oppoq quyuq massaga kelgunigacha ko'pirtiramiz. Tuxumli massamiz chiroyli bo'lib ko'pirib chiqqanidan keyin buni ustiga oldindan eritib qo'yilgan 40 gram sariyog' va 50 gram suyuq asal qo'shamiz. Asalni har qanaqa turidan ishlatishimiz mumkin. Agar qattiq bo'lsa, ozgina eritib, suyultirib olishimiz kerak. Massamizni birozgina aralashtiramiz. Va endi buni ustiga quruq mahsulotlarni elakdan o'tkazib qo'shamiz. 150 gram un, 30 gram kakao va 10 gram qavartma, ya'ni razrihletel. Elaklab qo'shamiz va yengil aralashtirib biskvit xamirimizni tayyorlab olamiz. Bu arada duxovkamizni ham tepa pastini baravar qilib yoqib qizitib qo'yishimiz kerak. Xamirni hammasini yoyiq patnisga to'kib, ustilarini tekislab chiqamiz. 180 darajada qizigan duxovkada 10 daqiqa davomida pishirib olamiz. Pishgan biskvitni qolipidan olib, qog'ozdan ko'chirib olamiz. Yoyiq korj bo'lganligi uchun bir pasda soviydi, sovishini kutish shart emas. Va endi shu videoda ko'rib turganingizdek qilib, men 4 burchak qolip yordamida 3 ta korj kesib oldim. Xohlovchilar teng yarmidan 2 ga bo'lib va yana 2 ga bo'lib 4 ta korj qilib olishlari mumkin. Qolip hajmi 19 ga 19 sm. Biskvitimiz juda ham yengil va ichlari g'ovak bo'lib pishadi. Mana ekranda ham ko'rishingiz mumkin. Va korjlarni chetidan ortgan qismini urvoq qilib olamiz. Keyin tortimizni ustini bezatish uchun chetga olib qo'yamiz. Kremini tayyorlaymiz. Krem uchun xona haroratida yumshatib qo'yilgan 82% sariyog' 300 gram. Mikser yordamida oppoq bo'lgunigacha ko'pirtirib olamiz. Sariyog'imiz chiroyli bo'lib ko'pirib chiqdi. Endi buni ustiga 300 gram qaynab qo'yiltirilgan sut, ya'ni varyonka va oddiy sgushonka qo'shamiz. 150 gram qo'yiltirilgan sut. Hammasini yaxshilab bir xil massa bo'lgunigacha aralashtiramiz. Keragidan ortiqcha ko'pirtirib olmasligimiz kerak, kremimiz erib ketishi mumkin. Kremi tayyor. Endi tortimizni yig'amiz. Qolipga quyib yig'dim men. Korjlarni sovuq sut bilan namlantirib olamiz. Va kremini quyib chiqamiz. Kremni konditer qopi yordamida xuddi shunaqa qilib qo'ysak, bir tekisda chiroyli bo'lib chiqadi. Va endi ustiga maydalangan shokolad sepamiz. Ikkinchi korjimizni joylashtiramiz. Yana sovuq sut bilan namlantirib, xuddi shu tarzda davom etamiz. Krem qo'yib tekislaymiz va shokoladni qolgan yarmini sepamiz. Uchinchi korjimizni teskarisi bilan yopib, ustini sut bilan namlantirib, qolgan kremni qo'yib tekislab chiqamiz. Atroflarini ham tekislaymiz va tortimizni ustini yopib, bir necha soat davomida xolodilnikka qoldiramiz. Oradan vaqt o'tganidan keyin ustiga quyiladigan glazurini tayyorlab olamiz. 40 gram oq shokolad va 20 gram qora shokolad. Oqiga 1 osh qoshiq, qorasiga yarim osh qoshiq sut solib, mikroto'lqinli pechda eritib olamiz.
Qora shokoladimizni tortni ustini bezash uchun konditer qopchasiga quyib olamiz va oq shokoladimizga 80 gramm varyonka qo'shib aralashtiramiz. Silliq massaga kelgunigacha aralashtiramiz. Glazuri tayyor. Atrofini bezatish uchun tayyorlab qo'yilgan urvoqga maydalangan bodom qo'shamiz. Bu albatta xohishga ko'ra, o'zimiz xohlagandek qilib bezatishimiz mumkin. Endi tortimizni qolipidan ko'chirib olamiz va ustiga boyagi tayyorlab qo'yilgan glazurni quyib tekislab chiqamiz. Shokoladimiz bilan chiziq tortib, oddiygina qilib bezak beramiz. Chiziqlarni qilib bo'lganimizdan keyin chetlariga boyagi tayyorlab qo'yilgan bodomli, urvoqli massa bilan yopib chiqamiz. Chiroyli ko'rinishda chiqadi. Va endi tortimizni bemalol kesib dasturxonga tortsak bo'ladi. Juda ham mazali, og'izda eriydigan darajada yumshoq. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman va juda ham to'yimli tort bo'ladi. Shokolad, har xil ta'mlar aralashmasi juda ham chiroyli maza beradi. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Video yoqqan bo'lsa, albatta like va kommentariya qoldirish esimizdan chiqmasin. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.